Hurmatli do'stlar, bu safargi so'rovnomamiz xizmatdagilar kafillar kimlar? Kafillarning maqsadi nima? Qanaqa odamlar ular? O'sha kafillarimiz yillar davomida nima maqsadda bozorlik qilishyapti? Va bu xizmatdagilardan so'raymiz kafillarimiz haqida. Qani yuringlar. Assalomu alaykum. Aka, sizda kafillarimiz haqida, ular qanaqa odamlar, ular nimalar ishlar qilyapti? Shular haqida bir ikki oz gapirib berasiz? Bismillahirrohmanirrohim. Endi kafillarimiz faqat yaxshilik qilishyapti hozir yetimlarga. Men ham yetim katta bo'lganman. Otani qadrini men ham bilaman. Oson emas. Oson emas. Siz qayerdansiz? Biz Norin tumani. Namanganda Norin tumanidan kelgansiz, a? To'da qishlog'idan. Ha, To'da qishlog'idan. Aka, mana har seshanba yetim bolalarga bozorlik keladi, bilasiz, xabaringiz bor-a? Buni yuborayotgan kafillarimiz bor. Ular qanaqa odam ekan? Kim deb o'ylaysiz ular? Ular maqsad nima ekan? Shu haqida bir ikki oz. Kafillarimiz Xudo xolasa jannat odamlar. Biz havas qilamiz o odamlarga. Biz ham o'sha darajaga yetkazsin. Niyatimiz shu. Avvalo mana ish boshlanganda niyat qilganmiz, biz ham shunaqa darajaga yetkazsin deb, biz ham oilalarni olib ehson qilishlarini nasib qilsin. Ularga ko'p havas qilganmiz. Biz ham yetkazsin, o'sha gaplarga muvofiq, va'dalarga muvofiq jannatlarda payg'ambarimiz bilan birga qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yetimlarga qaraganlar shuncha yillardan beri mana qarab kelishyapti. Alloh rozi bo'lsin. Ular maqsadi jannat, Xudo xolasa. Shunga harakat qilishyapti. Bu yerda xizmat qilayotganlar ham shu. Halimjonda ham keling. Mana shu yigit mana bugun hasharaga kelgan. Xudo rozi bo'lsin. Har seshanba mana ijtimoiy tarmoqda ko'rasiz. Bu bozorliklarda siz ham men ham tanimaydigan odamlar bor-da. Ha, bittasi Toshkentdan bo'lsa, bittasi O'zbekistonda hamma joydan. O'shalar endi kafilda, endi yetim bolalarni kafillikka. O'shalar haqida fikringiz qanday? Alloh o'sha yetim bolalarga qilayotgan ihsonlarimizni dargohida qabul qilsin. Hammamizga ham yetkazsin. Rahmat, kam bo'lmang, salomat bo'ling. Kafillar havas qilamiz juda. Allohning rozichiligini qidirgan odamlar bo'lsa kerak. Juda havasdamiz kafillarga. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Xizmatlaringizni Xudo qabul qilsin. Sog' bo'ling. Keling, Bekzod, siz ham anchadan beri kelganingiz yo'q edi. Ijtimoiy tarmoqqa aytib qo'yay. Bir 3-4 haftadan beri kelgan yo'q bu. Shikoyat ham qilib qo'yaman-da men. Bu yetim bolalarni kafilligi to'g'risida juda ham ko'p hadislar bor. Biz hammasidan umid qilamiz, ishonamiz. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom hech qachon yolg'on gapirmaganlar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, kim bir yetimni boshini silasa, shu boshida nechta soch tolasi bo'lsa, shuncha gunohi o'chirilib, shuncha savob yoziladi. Yana aytganlarki, payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, kim bir birodarini tashvishini qilsa, Alloh uni tashvishini qiladi degan. Bu hoji bobom avvallar bizga zakotini berib yuradigan odam edi. Xudo qabul qilsin. Mana shu joyga yetim bolalar xizmatiga kelsam maylimi deb bir kun so'rab qoldi. Voy, maylimi deb so'ramang hoji bobo, keling desam, o'zlarining mahallalariga, qishloqlariga, yetim bolalarga har seshanba kelib, hasharga kelishadi, bozorliklar olib ketishadi. O'sha bozorlikda berayotgan kafillarimiz bor-da, o'sha insonlar qanaqa odamlar ekan, kimlar ekan, ularga qanaqa tilaklaringiz bor? Avvalo assalomu alaykum. Mana shu joyda xizmat qilayotgan bu kafillarimizni Alloh taolo bu qilayotgan ishlariga, kasb kamolotlariga Alloh baraka bersin. Nimaiki o'ylab yurgan yaxshi niyatlar bo'lsa Alloh taolo yetkazsin, Parvardigorim. Bu yetimlarning boshini silaganlarga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam oxiratda qo'shni bo'lsin. Amin. Nima ham derdik endi biz shu mana shu xizmat qilayotganlarda ham Alloh taolo nimaiki o'ylab yurgan yaxshi niyatlar bo'lsa Alloh taolo yetkazsin, Parvardigorim. Har seshanba bozorlik qilib beradigan bir Ikrom aka degan akamiz bor. Men atay bozorligini kuzataman. Bir hafta bunaqa narsa solsa, ikkinchi hafta boshqa narsa soladi. Demoqchimanki, har xil turdagi bozorlik soladi. Juda ham mehr bilan, juda ham e'tibor bilan bozorlik qiladi. Shu odamning oldiga borib bir gaplashamiz deymiz. Assalomu alaykum. Ikrom aka, to'xtang, qochib. Mana shu joyini ham qo'yasiz. Bakining, assalomu alaykum. Aka, kamtarlik qilyapti, hurmatli ijtimoiy tarmoqda kuzatadigan. Har seshanba bu akam bozorlik qiladi. Men bozorligingizni kuzataman, bittasi o'xshamaydi. Va shu bozorlik haqida ikki og'zim gapirasiz va kafillarimiz kimlar, qanaqa odamlar, qanday maqsadi bor ularda? Shu haqida ham aka bir ikki og'zim. Kafillarimizni ko'rmaganmiz ham, tanimaganmiz ham bilmayman. Men endi Alloh suygan bandalar, Xudo xolasa hammalari bu yetim bolalarda
bir nima deydi, ko'nglini olish uchun menga ozorlik beryapti. Alloh rozi bo'lsin. Ularning bir maqsadi shu qiyomatda payg'ambarimizni yonlarida birga bo'lish. Hammalariga yetkazsin Alloh, ehsonlarni qabul qilsin. Biz ham shunday qo'rqoqlarga xizmat qilyapmiz. Alloh qabul qilsin xizmatlarimizni. Rahmat, salomat bo'ling. Bu odam Rustamjon domlani paytidan beri shu mashi seshanbalik boshlangan kundan beri desam ham bo'laveradi, bozorlik qiladi. Azizlarim, duo qitinglar bu akamni ham Xudo adashtirib qo'ymasin. Xizmatlaringizni Xudo qabul qilsin. 3 ta qizi bor, bitta o'g'il bor, ismi Muhammad. Qori yigit bo'lsin aka. Salomat bo'ling.